yaxshimi? Ichki ishlarim yaxshi bo'ldi. Bizani gidrokolon-terapiya apparatimizni mana shu gidro muolajasini olganingizdan keyin o'zingizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Men ancha yengillashib qoldim. Hozir yaxshiman. Ichki ishlarim yaxshi bo'ldi. Ancha yengil bo'lib qoldi. Nima shikoyatlaringiz bor edi? Ichim yaxshi yurishmas edi. Qabziyat bo'lmasdi-yu, yaxshi yurishmas edi. Nafasim siqardi. O'shaning uchun gidro oldim. Bu ikkinchisini oldim. Ikkinchisini. O'sha ikkinchisidan ichlaringizda yurishganini bildingiz, ha? Gaz to'planishingiz ketdimi? Ketdi, ha. Va gaz to'planishlaringiz ketdi. Xudo xohlasa, 3-muolajamizni olsak, yaxshi bo'lib qolasiz. Bu apparatimiz ichaklarga suvni o'zi jo'natadi. O'zini temperaturasi bo'yicha apparatni o'zi o'lchab turadi va o'sha ichaklaringizni yuvilgandan keyin apparat orqali yana chiqib ketadi. Mana tepadan mineral suvi o'zi boradi va bu yog'idan ichakdagi hamma chiqib ketadigan axlatlar yoki boshqa glistlar hammasi mana bu shlankadan o'zi chiqib ketadi.